Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi Cobalt avtomobilimizni baravarlanishib berdik. Viktorinamiz davom etyapti. Murod aka savol tanlang. Tanlaymiz. Ochmaysiz faqat, men ochib o'qib beraman. So'ngga chiqdim. Diqqat savol. Tormoz pedalini bosilganda tormoz pedali yumshoq. Bu nimani alomati? Tormoz pedali yumshoq qo'yilganda jitkisi qolmaydi. Qolmaganda kalotga qo'yilganda yumshoq bo'ladi. Kalotga qo'yilganda albatta kachga qilarish kerak. Asosan shu jitkisi qolmaganda tormoz shlinkalari yorilib ketganda Shunda biron joydan anaqa jitkisi oqib ketgan. Ko'proq oqib ketishidan samiblovlar bo'ladi. Tormozda shunda anaqa yumshoq bo'lib qoladi. Ko'pchilik tabloda signalga ahamiyat bermaydi. Bunga anaqa qilmasdan ahamiyat berish kerak o'zi ko'proq. Tabloga qaralgan yaxshiroq. To'g'ri. Xo'p, endi men ham qo'shimcha qilib qo'ysam, men tormoz pedal bosilganda yumshoq bo'lsa, siz aytgandek biron joyidan jitkisi qo'yib yuborgan bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa mana shu glavniy silindrning manjitlari jitkisida o'tkazib yuborayotgan holatlarda tormoz bosilganda slabiy bo'lib, yo tormoz ushlamasdan tormoz pedal pastga tushib ketadi. Xo'p, javob to'g'ri aka. Xo'p. Buni sovrinni olib qo'yasiz. 20 ming yutdimmi? Rahmat. Xohlasa, hamisha Instagramda qolgan narsalar, ishxonalar, ustaxonalarga omadini bersin. Hamisha bundan buyog'iga Xudo xohlasa katta ustaxonalar qurib, bundan ham zo'r viktorina, ko'p ham Xudo xohlasa mashina qo'yishlikka qodir qilsin Xudoya. Rahmat aka, aytganingiz kelsin. Hammalarga omadlar bersin. Ular mana shu Qorasuv xalqiga, Qorasuv emas, O'zbekistonga xizmat qilishda qodir Allohim. Hammalarga omadlar bersin. Xo'p aka, avvalo barabangiz qiyshaymasin, ishingiz tushmasin. Eslishda shu yerdamiz. Mana bu 20 obunachilar bu yerda baraban ishlaydigan. Xizmatlarimiz bor ekan bu yerda baran. Unaqa joy qimmat emas, kelinglar mana shu yerga. Bu yerimiz mana Budyonda. Barashlik yetmasdan Qorasuvda. Ashlik kelinglar, ukamiz chiroyli qilib, ayni kunga mana Xudo xolasa chiroyli qilib xizmatlarni qilib berdi. Cho'ntaga bor. Hamma zo'r. Servislar zo'r. Endi bu servisga ko'pi mana jar nimaligiga aqlmaylar, lekin o'z servis vashi kuchli yo'q. O'zimiz tanibga usta. Servis lekin yaxshi, zo'r, kuchli. Ustaxonaga ahamiyat bermaydi. Xudo xolasa ertaga u ustaxona kengayib ketgandan keyin ustani egalisi taqadi. Usta egalisi taqadi. Bitta ustani o'chirib qo'ygandan keyin usta egalisi taqadi. Hammalarga omadlar bersin. Xo'p aka.